Tez yordam xizmatida ishlagan bitta aka bilan ancha yil oldin gaplashganimda bitta bo'lgan voqeani aytib beruvdilar. 2010-11-yillarda vizit bo'ldi bizaga. Borsak kichkinagina bir murg'ay go'dak qizchani o'pkasi ishlamayotgan ekan. Mashinaga ortdim. Onasi bilan ketyapti. Yo'lda ketyapmiz, ko'cha probka. Bir amallab probkalardan o'tdim. Yana ketyapman, Nexia chiqib o'ngga o'tsam o'ngga o'tadi, chapga o'tadi. Baqirib qiy-chuv qilib qarab qo'ydi menga. "Yo Alloh" dedi, "Mana shu bolani asrab qolaylik." Bir amallab o'tib ketdim dedi. Reanimatsiyaga olib bordik, kirgizib yubordim. Ertasi kuni smen topshirayotganimda haligi ayol yig'lab turardi. "Nima bo'ldi?" deb so'rasam, "Qizimni berib qo'ydi" dedi. Bir payt ichkaridan o'sha Nexia 2 dagi erkak kelyapti dedi. Bilsam uni otasi ekan. "Akalar, yo'l beringlar, skoriy pomoshligi. Kichkinagina murg'ay go'daklar bo'lishi mumkin. Bitta dona palasi yoki qizilga to'lab yuborish har kimning ham qo'lidan kelmaydi, lekin borib aytsanglar o'chirib berishadi. Kimnidir hayoti muhim deb hisoblayman."